Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 14-may payshanba. Aldı bilan men dunyodagi barliq Uyg'ur onalarning Onalar bayramiga muborak bo'lsin deyish bilan gapimni boshlayman. Bugungi leksiyada men diqqatingizga bir necha muhim yoki bilishga tegishli deb qaragan siyosiy iqtisodiy xabarlarni sungandan keyin Alvin Toffler degan kishi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Xabarlarning mazmuni bunday. Birinchi, Amerikada ishsizlarning soni ko'paymoqda, umumiy soni ko'paymoqda, ammo har bir haftada ishsizlik iltimos qilgan kishilarning soni tushmoqda. Ikkinchisi, Amerika parlamentininki parlament boshlig'i Nancy Pelosi xonim Demokratlar partiyasiga vakolatan parlamentga 3 trillionlik Amerika iqtisodini asliga keltirish haqidagi bir loyihani sundi. Seyşembe kuni agar bu loyiha ma'qullanib qonun bo'lgan bo'lsa, bu loyiha ma'qullanib qolgan bo'lsa yoki tasdiqlanib o'tilgan bo'lsa, bunda bir necha taraflarga buning foydasi bo'ladi degan gap. Oldi bilan shtatlik hukumatlar 1,5 trillion qiymatida iqtisodiy yordam qabul qiladi. Yerlik hukumatlar naila town county deb qo'yamiz, bular 375 milliard qiymatida iqtisodiy yordam qabul qiladi. Tijoratchilar, shirkatlar bundan manfaatlanadi. Ondan har bir oila o'tgangidek eliqqa o'lcham bo'yicha, ya'ni kishi beshiga agar maoshi 75 ming tuvan bo'lsa, bir odamning ayolniki 150 ming bilan 190 ming atrofida yoki shundan tuvan bo'lsa, 1200 dollardan shunday pul topshirib oladi. Ondan Amerikada 10 necha million odam bor, shu o'qish uchun, diplom olish uchun, oliy maktabda o'qish uchun shu qazga bog'lab ketgan. Muarib qazi bor. Muarib qazidan har bir odamning kim bo'lishidan qat'iy nazar, doktor bo'lsin, advokat bo'lsin, doktor, advokatlarning muarib qazi bor. Muaribda shu maktabda o'qiymiz deb qazga bog'lab ketadi bular. Mushalarningki shu muarib qazi odamning hammasining 10 ming dollar pulni ko'tarib o'tish deydigan shunday bir talablar bor. Ananınkin şu öyününki icarasını төлeyemgen adamlarga yordam qiladigan shunday bu moddellar va agar bu ma'qullanib qolsa, bu Amerika iqtisodiyotidagi asli kelishiga haqiqatan uning ta'siri bo'ladi. Chunki odamlarning qo'liga pul kirgandan keyin ular xajlaydi. Shirkatlarning qo'liga pul kirgandan keyin ular ishlab chiqarishni asli keltirdi, odam yollaydi, ishsizlik nisbati tugaydi degan gap. Hamda bir lambaning bir yeri hamda pul paxligini keltirib chiqaramdi deydigan masala va biroq oldi bilan odamni qutqizish, odamlarga umid bag'ishlash buni aytib muhim. Üçüncü xabar, men tünügün Amerika'nınki CNN to'rida, ya'ni simsiz xabarlar to'rida dunyoga danliq Uyg'urlar haqidagi bir xabarni ko'rdim. Xabarda deyilishicha, Amerika'nınki Kengash palatasi o'tganda Avam palata ma'qullagan Uyg'ur harakati, Uyg'ur harakati qonunining, Uyg'ur siyosat qonunininki Kengash palatasi nusxasini ma'qullash oldi ekan. Uni mushabda debdi. Mushabdagi faqat 2 kun qoldi. Bu haftaning tugishiga bugun hozircha undan xabar yo'q, balkim at uni ma'qullab qilish mumkin. Albatta u buni ma'qullagan vaqtda tozlarning albatta jini chiqadi. Saqlar kuladi. Albatta adolatni so'ydigan, tinchlikni so'ydigan, haqqoniyatni so'ydigan odamlar buni olqishlaydi. To'rtinchi xabar, o'tgan bir leksiyarimda shu ta'minlash halqasi to'g'risida bir so'zlagan edim. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo munosabati muayyan surkishni paydo qilgan bo'lsa, bu vabo bu yarog' to'sabgandek mushtan qish yo'l dedi. Mana hozir ishki davlat o'rtasida tashviqot jangi bo'layotdi, bir-birini ayplash jangi bo'layotdi. Xitoy Amerika qo'pib, Xitoy hukumatini sen shu ishning vaqaning mohiyatini yo'shirib, bizni shu yomon kunlarga qo'yding deyapti, jiqziyan tatib ketdik deyapti. Xitoy qo'pib, sen o'zing tadbirsizlik qilib, bu ishlarning oldini ololmay, endi meni ko'rsanmaydi, buni o'zingning tadbirsizligingdan ko'rayapti. Demak, ikki davlat o'rtasidagi munosabat umumyuzlik shunday bir siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, diplomatiya jihatdan, har qaysi ijtimoiy jihatdan, har qaysi jihatdan shunday yomonlashishga qarab ketyapti. Dal shunaq bo'lganlikdan Amerika Xitoyga qarata jazo xarakterli bir nechta tadbirlarni olmoqchi bo'lib, oldi bilan bularning harakat qilayotgani shu Xitoyning yasash sanoatiningki ta'minlash zanjirini uzib tashlash taraddud qilyapti. Yaqinda Mike Pompeo 7 davlatning tashqi ishlar ministrini chaqirib, uning bilan yig'in ochdi, ya'ni Hindiston, Vyetnam, Shimoliy Koreya, Isroiliya degandek shunday 7 davlatni.
Braziliya degende gap davlatning tashqi ishlar ministri yig'in ochdi mush ish to'g'risida. Mana yaqinda xabarlarda bor Sharqiy Ladakh bilan Hindiston bilan Xitoyning chegarasidagi Sharqiy Ladakh bilan Shimoliy Sikkim degan yerdagi o'shada 152 tarafning askari qatnashgan bir kichik surkilish bo'ldi. Buningda Xitoyning askaridan 7si, Hindistonning askaridan 4i yenik darajada yaralandi. Bu hargizmi odatdagi masala emas. Bu Hindiston Xitoydagi chet ellarga mablag' solgan shirkatlardan, zavodlardan mingni o'tkazib chiqish plani bo'lganligi uchun bu planninki amalga oshishiga Xitoy norozi bo'lganligi uchun mush ishlar chiqdi deb qarayotganlarmi bor. Shunga ba'zida biz masalalarningki sirtiqli qarab bahamay uning keynidagi ma'noga diqqat qilishimiz kerak deb qarayman. Andan yana bir oxirgi xabar. Ikki taraf o'rtasidagi munosabat savdo urushi bo'lib qolmasdan hozir yana pul muomala urushiga moyilanish oldida o'tmoqda. Albatta savdo qilgan vaqtda bu moddiy ashyo yetkazib qolmay, muhimi nima yetkazildi degan vaqtda pul yetkazildi. Endi shu pulning yetkilishiga, mablag'ning yetkilishiga qarata Amerika bir bolqa olmoqchi bo'lgandek turibdi. Mana Trump hukumati Amerikaningki pensiyaga chiqqan hukumat tarmoqlarida ishlaydigan kishilarningki pensiya pulini, mablag'ini Xitoyningki paycheck kapital bozoriga selishni cheklash oldida turibdi. Ya'ni bunday qilsang bo'lmaydi deyotdi. Ya'ni Amerikaningki puli Xitoyning bozoriga bormaydi, Xitoyning iqtisodiga bormaydi, burunqidek degan gap. Agar savdo urushininki birinchi qadamdagi kelishimnomasi imzolandi, endi u ma'lum darajada ijro qilinyapti. Texnik butun ijro qilinib bo'lmadi, 2 yildan ichida ijro qilinishi kerakdi. Bu ishlar qanday bo'ldi biz uni birini deyolmaymiz. Umuman ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning shunday yomonlashishini har holda kuzatib turganimiz yaxshi. Xo'sh. Bu haqda mushunday so'zlar endi men sizlarga bir Alvin Toffler degan kishi to'g'risida bir qisqacha bir ma'lumot beray. Buni kitob o'qigan kishilar cho'qim bu kishining ismini anglagan. Men bu kishi bilan 1980-yillarning oxirida, 90-yillarning boshlarida tanishgan. Menimcha bu to'g'ri so'z deysizlar. Bu kishining bunday bir gapi bor. If you do not have a strategy, you will be part of someone else's strategy deydi. Agar sening strategiyang bo'lmasa, sen boshqalarning strategiyasining bir qismi bo'lsan deydi. Ya'ni sen ovchi bo'lmasang, sen boshqa ovchilarning o'g'iga aylanib qolsan deydi. Bu kishining gapi shu. Men nimishqa bu kishini to'xtalgim kelib qoldi desanglar, ayni vaqtda men oliy maktabda o'qiyotgan chog'imda bir necha kitob menga nihoyat ta'sir qilgan. Buning birsi Markaziy Millatlar nashriyotida nashr qilingan Xitoyning cho'ng har qaysi sohadagi olimlardan tarkib topgan mutaxassislar bir qator tadbirshunoslik ilmiy to'g'risida yig'inishib ekan 80-yilda. Shularningki o'qigan ilmiy maqolalaridan yig'ilgan bir kitob ekan, uni Uyg'urcha tarjima qilib ekan. Men buni G'albiyat yo'lidagi kitobxonadan elib qattiq o'qigan nurg'un qatim bo'yib o'tgan. Ashton ajoyib bir yaxshi gaplar bor. Bir shuni o'qib shaxs sifatida bu tadbir bilan qanday yashash kerak ekan, bir xalq sifatida qanday yashash kerak ekan deb men shuni shu joyda o'ylangan bu kitob menga bir ta'sir qilgan. Ondan yana birisi Mavo oliy maktabda o'qiyotgan chig'imda maktabning kutubxonasining 2-qavatida Alvin Tofflerning The Third Wave, 3-to'lqin degan kitob bilan tanishganman. Bu Alvin Toffler degan kishiningki nimishqa bu ishini deysizlar deb so'rashinglar mumkin. Alvin Toffler bir kelgushunos bir kishi. Yozuvchi, tijoratchi, Nyu-Yorklik odam bu. Bu odam tugab ketdi. Bu odam 1980-yili 3-to'lqin degan bu kitobni yozgan. Bu kitob avval Xitoychaga tarjima qilinib, Xitoychadan Uyg'urchaga tarjima qilingan. Chunki Xitoyning shu vaqtdagi hukumatning bosh baqani Zhao Ziyang degan kishi Alvin Tofflerning shu kitobini o'qib, shuning ideyasini aytib tashviq qilgan ekan. Nimalar yuz berdi buningki dunyoda? Jamiyatda nimalar yuz berdi deganda, shu chaqda nurg'un Osiyodagi davlatlarningki boshliqlari, mas'ullari, boshliqlari bularni aytib o'qib, o'sha odamningki ideyasini to'g'ri topgan ekan. Masalan, Singapurning shu vaqtdagi bosh ministri Li Yongyao, Janubiy Koreyaning prezidenti Kim Dae-jong degan kishilarni o'qib ekan bu kitobni. Shundaq bir tarixiy sharoit ostida bu kitob Xitoychaga tarjima qilinib, anandan keyin Uyg'urchaga tarjima qilingan ekanda, endi hozir o'ylasam, shu vaqtda bu odamning shu o'qigan kitobida shunaq bir necha narsa, bir necha shunaq bir bayonlar bor. Keyingi dunyoda, bundan keyingi dunyoda u
hisoblashni bilish, bir tilni bilish bilanla sen bilimlik bo'lmaysan deydi. Ya'ni bir nimani bilsanglar, o'qiy olsanglar sen bilimlik bo'lmaysan, savodli bo'lmaysan, kompyuter tilini bilishing kerak, uchur tilini bilishing kerak. Andan keyin qanday o'rganishni bilishing kerak. Qanday o'rganishni bilishing kerak deydi. Agar yangi bilimlarni o'rganib turmasang, yana savodsiz qolasan deydi. Bu odam shu 3 to'lqin degan bir kitobida, bu 3-chi to'lqin degan kitobida shu insoniyat jamiyatiga ta'sir ko'rsatgan muhim hodisalarni to'lqinlarga o'xshatgan. Har bir qitim to'lqin kelgan vaqtda kishilarning yashash muhitida o'zgarish bo'lgan, oilalardan tortib, jamiyatning hujayrasi bo'lgan oilalardan tortib, shaxslardan, oilalardan tortib, kishilarning yashash usuligacha shunday o'zgarish bo'lgan deb shunday so'zlaydi. Ya'ni birinchi qadamliq inqilob, birinchi qadamliq to'lqin shu yeziglik kishilarning, insonlarning daladan meva terib yeb, qushlarni o'ltirib yeb, jon beqishdan bu ashni bir deydigan gapda esimga darhol kelmadi. Yeziglik bilan shug'ullanib, o'ysilib, shaharlashib yashash bu birinchi to'lqin deydi. Ikkinchisi sanoat to'lqini, sanoatlish to'lqini deydi. Ya'ni Yevropada, Angliyada boshlangan sanoat inqilobi. 17-asrning oxirlaridan boshlangan 3 asr davom qilgan, 1950-yilgacha davom qilgan to'lqin bu nihoyat muhim. Bu nurg'un narsalarni barliq keltirdi, sanoatlashni barliq keltirdi, shaharlashni barliq keltirdi. Oilaninki qurilmasini o'zgartirib o'tdi. Ishlab chiqarish ko'lamlashdi, sanoatlash, shaharlashni barliq keltirdi. Lekin muarib ishlab chiqarish, kishilarning turmushi, bularning hammasi shunday cho'ng ko'lamlashib ketdi deb shunday qaraydi. Undan 3-qadamliq to'lqin uchur inqilobi bo'ldi degan gap. 1980-yillarda internet degan narsa yo'q, lekin bu odam shuni ko'rgan. Internet degan narsalar yo'q. Bu odam shuni ko'rgan. Uchur inqilobining shu dunyoni o'zgartirganligini bu odam shu chaqda ko'rgan, tasavvur qilgan, ko'rgan. Bu shunga ko'pchilikningki mushadan bir necha kitoblar va shu narsalarni o'qib ko'rishni iltimos qilaman. Albatta tashabbus qilaman. Bu gaplarni deyishdiki maqsadim nima deganda, bir shaxs sifatida, bir kollektiv sifatida, bir xalq sifatida biz bunday tadbir bilan yashasak, bir ishlarga diqqat qilsak, yengilmaymiz yoki ziyon az tortamiz, ishlarimiz yuksaldi demoqchiman. Bu gaplarni deyishdan avval men yoshlik chig'imdagi bir hikoyadan birini deb beray. Bizda bunday bir gap bor. Bizda shu kelgusini parad qilish to'g'risida bizningki hikmatli so'zlarimiz bor, bizning ota-bobolarimizning bizga qoldirib qo'ygan. Masalan, palga ishonma, palsiz yurma degan gap. Nima ish pal ochqizmiz? Odamlar nima ish pal ochqizadi? Bu xurofiylikdan emas, balki o'sha gaplarda muayyan bir hikmatlarning bo'lganligidan, o'sha gaplarning odamga muayyan ta'sir qilganligidan. Ya'ni palga ishonma, palsiz yurma. Biroq odam sappoq. Ma'lum ishlarning ehtimolligi bo'lish mumkin demakchi-ku hamda. Tayyor bo'lgan bir ishlarga demakchi-ku. Men oliy maktabda shu nimani oliy maktabni bitirib 96-yil deyman. 96-yil TOEFL imtihonini berib, GRE imtihonini tayyorlik qilayotgan chig'imda nimishqa u imtihonlarni beraman, shu Amerikaga o'qish kelaman deb. Lekin desam, lekin o'zimda juda bir tashvish va gumon bor. Bu imtihonlarni berib qo'ysam, qanday meni qabul qilib, qandasiga menga o'qish mukofot berdi deb undaq toza ishonch qilmay o'rganayotgan chog'larimda. Nimaga ketyapsam, shu tibbiy universitetga ketyapsam, Do'qmushda bir bunda talpak kelgan bir bunda Xizr sifat bir qozoq boy o'ltiribdi ekan, 60 necha yoshlarda bor. Ramsilib, palviq. Shularni ketyaptilar, o'tib ketib, keyin qarasam, buvay issiq ko'rindi ko'zimga, keyin yandim, yenib, menga bir falsafa qo'yan dedim. Desam, buvay bunda oq bir tun kuning bunda qachidak narsaning ichiga kichik qushlarning qo'shiqlari 5-6 munda silib bunda nima qiliblam pokkimda atdi etib menga bir qarab andan shuna bir qilgan. Oy, sen ketayotgansan, 2 yilning orasida, 2 yilning ichida ketayotgansan deydi. Qayda ketayotganman desam, mana dengizda kesib o'tib ketayotgansan deydi. Qaysi joyga ketayotganman desam, olish elga ketayotgansan qo'y. 2 yilning orasida ketayotgansan qo'y dedi.
Qanday ketayotganman desam, samolyotga chiqib ketayotgansan qo'y dedi. Shuning bilan u gap menga xo'sh yoqdi. Chunki men shu imtihon berib, shu o'qish chiqman deyotgan chaqlar emasman. Bu voyning gapi menga xo'sh yoqdi. Shundan 2 so'm berilgan yoki 4 so'mdan berib, rahmat deb men ketib qoldim. Demak shu o'g'lim aşı gapni shundoq bir aşı gapni anglab, menda nisbatan o'zim bir ishonchlar qoldi. Ha, mor, hamchi munda dedi. Chiroyi qarsam yaxshi dam turdi. O'sha damning digini amalga oshirgandek deb. Tirishdim, imtihonni berdim. 2 yil qolmay 97-yili men rost degandek aeroplanga o'tirib ketib qoldim. Tinch o'tganda kesib. Aşı gaplar demak shu o'g'lim mana aşı gaplardimi muayyan bir kelgusini mo'ljallash, kelgusiga bo'lgan ishonish, kelgusi bo'lgan azroq bir tayyorlik qilish, tadbir ko'rish bor demakchi. Bizning ota-bobolarimiz shu nurg'un hikmat so'zlarni qilgan. Ba'zida men shu gaplarni shular nima qilishni degan deb o'ylayman. Shu gaplarni men keyin shu Alvontovlarning shu kelgushunosning ba'zi degan gaplarga shu bog'lab tushandim keyingi hayotimda. Endi Alvontovlarningki bu nemis to'g'risida men qisqacha hayot to'g'risida kichkina so'zladim bu. 2012-yili Amerikaningki istixborot National Intelligence davlatlik axborot yoki istixborot konsuli bir doklad tayyorlab, bundan keyingi 20-30 yil ichida, bundan 15-20 yil ichida dunyoda nima ishlar yuz berdi, yuzlanish qanday bo'ldi degan bir doklad tayyorlagan. U dokladning tayyorlanganiga e'lon qilinganiga 2012-yili 8 yil bo'ldi. Uni tayyorlashga 1-2 yil vaqt ketgan bo'lsa, 10 yil bo'lib qolay dedi. Uning e'lon qilinishiga tayyorlashga 1-2 yil vaqt ketgan bo'lsa, demak 10 yil vaqt ketdi, 10 yil vaqt bo'ldi degan gap. Shu chaqda bular shunday bir necha xil kelgusida 15-20 yil ichida bunday ishlar yuz berishi mumkin deb tasavvur qilishgan. Birinchisi shaxsiylarningki qaysi jamiyatlarda shaxsiylarning o'rni ko'tarildi, shaxsiylarning huquqi kuchi oshdi deb. Shu ishlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Masalan, mening mushunda turib mikrofonni ko'tarib, mushunda ko'pchilikka mushunda gap qilishim, uchur taqtishim, mening muayyan bir kuchimning oshqanligi emasmi? Burun bunday xabarlarni televizorlarda, bularda hukumatning axborot vositalarida ham qiladi, hukumatning muxbirlari. Muayyan iqtisodiy kuchi va tashkillik. Shunami hozir shaxslar shuna qilyapmiz. Shuni bilan birlikda kishilar uchur texnikasining to'r texnikasining borliq qilishga erishib, tijorat qilib, to'r orqali tijorat qilib, o'zining turmushini yaxshi qilib ketgan odamlarmi bor. Demak, shu nuqtani aytgan vaqtda xil qarash 2010-yillar, 2012-yil degan gaplar muayyan darajada amalga oshdi degan gap. O'ylab baqsaq bo'ldi buni. Shun bilan birlikda u yana shu to'r texnikasiningki, shu uchur texnikasining taraqqiyotiga erishib, yana jamiyat tahlika qilgan omillarni ko'paydi. Masalan, to'rni hak qiladigan, hujum qiladigan, bioximiyalik terrorlik harakatdan shug'ullangan ba'zi yomon shaxslar yoki guruhlar bo'lmaydi va hokazo degan gaplarni qilgan. To'rdan payini aldamchilik qilgan ishlar yuz beryapti deb beryapti. Birinchi yuzilinish shaxslarningki huquqi oshdi degan gap. Albatta u taksiz. Ba'zi yerlarda oshgan bilan, ba'zi demokratik ochiq jamiyatlarda diktatura ostidagi yoki ruhoniy davlatlarda unchalar emas. Ya'ni bir xil ovoz bilan so'zlaydigan jamiyatlarda bunchalar emas. Ikkinchisi, dunyoda kuch nechiga bo'lindi deb qiyos qilishgan bular. Ya'ni qanday deganda qanday deganda bular davlatlar dunyoda 2030-yilga borgan vaqtda hozir Amerika idora qilayotgan dunyo tartibi o'zgarib, ko'p qutbli qarab yuzlandi. Har qaysi davlatlarning, har qaysi rayonlarningki shunday huquqi, ba'zi davlatlarningki huquqlari hokimiyatlari kuchaydi. Ba'zi rayonlarda shunday bir to'qnashuvlar yuz berdi. Degandek shunday gaplarni qilgan. Ya'ni dunyo ko'p qutb qarab yuzlandi degan. Hozir shunday bo'layotamdi, bo'lmayotamdi. Ular Osiyo dunyoning iqtisodining ish markazi Shimoliy Amerikadan, G'arbdan Osiyoga o'tkildi degan. Shu ishlar bo'layotamdi, bo'lmayotamdi.
Buni o'ylab ko'rsak bo'ldi. Uchinchisi nopostning qirilish masalasi. Nopostning qirilish masalasi deganda sanoatlashgan davlatlarda ayollarning o'ttirchi bola tug'ish nisbati tuvallab menyapti. Meditsina texnikasi, salomatlik, oziqlik deganlarningki yaxshilanishi bilan odamlarning umri ish beradi. Shuni yashanganlarning soni ish beryapti. Yoshlarning soni, bolalarning soni ozlayapti. Bu nopostning qirilishi bir masala. Yani ularning oldin xabar olish, ishlab chiqarish degan iqtisodiy faoliyatlarni davomlashtirish, jamiyatningki, madaniyatlarningki uzluksiz bo'lishini kapolatga qilish deydigan bu narsalarni odamlarga, insoniyatga ko'p savollarni qo'ydi degan mush gaplarni qilgan. Shu vaqtda dunyoning noposi 7 milliard edi. 2030-yilga borganda dunyoning noposi 8 milliard yetadi degan. Jiq adam bo'lgan vaqtda jiq odamning jiq talabi bo'ladi. Bu iqtisodda muhim masala boylik kamchil. Hammadan yaxshi kun ko'rsa, lekin hammadan yaxshi, o'zi o'ylagan kun yaxshi ko'rib ketmaydi. Nimishqa? Boylik kamchil. Shunday bo'lgan vaqtda bu kamchilik masalasi keltirib chiqardi. Buning uchun qanday qilish kerak? Texnikani yangilash kerak, texnik odamlar ijodchan bo'lish kerak va hokazo. Endi bular shu dokladda bu gaplarni degan. Endi to'rtinchisi nopostning ish berishi, muhitning o'zgarishi, havo klimatining o'zgarishi, andan keyin tabiiy ofatlarning yuz berishi, kutilmagan voqea hodisalarning yuz berishi, ana energiya jihatda, ochliq jihatda, suv jihatda insoniyatga bir qiyinchilik akilish mumkin degan farazni o'tirib qo'ygan. Shu ishlar yuz beryapti deb bilmayapman. Ba'zi qarsaqlar ba'zida turib bilan bahorda qor, bahorda yog'di qor, yozda mo'ldir deganga o'xshash. Mo'ldir yog'di-ku. Ammo shuna ishlar bo'lib ketyapti-ku, egizpas. Isiydigan chaqda isimay, to'ngdigan chaqda isib ketadigan shuna bir egizpaslik bo'lardi. Zaparang bo'lib ketayotgan ishlar bor hozir. Demak, bu ishlar yuz beryapti deb bilmayapman. Men buni nima ish qilib so'zlayman degan vaqtda o'zimiz yashayotgan jamiyatni, dunyoni tushunishimiz, hamda bir fan texnika o'rganishimiz, avlodlarimizni o'zimiz yashayotgan dunyoni tushunishga avlodlarimizning bularga yordam berishimiz, fan, science, technology, engineering, mathematics deydigan bir gap, STEM deydigan ishlar narsani avlodlarimizga tashabbus qilishimiz, albatta o'zimizning madaniyatimizni, tilimizni qo'g'digan asosda. Fan, texnika, injenerlik va matematika. Chunki mushu 4 sohada kuchlik bo'lgan xalq keyin jamiyatlarda kuchlik bo'ladi. Albatta, mana bu xil yuzlanishlarni to'g'ri mo'ljarlay olsak, bularni har xil tijorat iddialari, pul tepish iddialari, eglik tiklash fursatlari kelib chiqadi. Masalan, avay men dedim, nopostning qirilishi dedim. Emgak kuchining tuvallab ketishi dedim. Nopostning qirilishi nurg'un odam shunday yashinib ketsa, shu yashanganlarga nisbatan qandaq mahsulot, qandaq mulozimatlar bo'lish mumkin? Qirlarni apirib sanatoriyaga apirib qo'ydigan bir ishlar va hukumat pul berdi. Ashlarning tijorat fursati kelib chiqqanda shularga bir maxsus tomoq to'shaydigan yoki shularning putiga bir oyoq yasaydigan, oyoq tikadigan ish yumshoq, azon, toza. Paxta bilan obdan organik paxta bilan shunday bir kiyim tikadigan mahsulotni ishlab chiqarib sotqili bo'lamdi. Mana shunday narsalarni o'ylash kerak demoqchi. Ya'ni takrorlaydiganim Alvin Tofflerning gapi, agar bizda strategiya bo'lmasa, biz boshqalarning strategiyasining nishoni bo'lib qolamiz degan gap. Shuni kitob o'qishimiz kerak, fan texnika o'rganishimiz kerak, real dunyoni tushunishimiz kerak. Cho'ng ishlarni cho'ng o'ylab, kichik ishlarni yaxshi qilsak, bu biz qilayotgan kichik ishlar ma'lum vaqt o'tgandan keyin bizni bir cho'ng yaxshi yo'nalishga yetaklaydi. Shundan bilan bugungi leksiyam shunchalik bo'lsin. Rahmat sizlarga.